Salom hammaga do'stlar, hozir sizlar bilan shirin pishiriq tayyorlaymiz. Qani ketdi. Bizga mana shunaqa sir kerak bo'ladi. O'zimizning sirimiz. Mana sir kerak bo'ladi. Keyin uchta kartoshka kerak. Mana uchta kartoshka. Tabiiy ko'ra tuz. Ko'ra un. Bu un. 2 qoshiq osh qoshiq bizga 2 osh qoshiq un. Bularni endi pishiramiz. Biz qozonchimizga 3 ta kartoshkani solib qaynatamiz. Voy. Ana hozir qaynaydi. Keyin uni biz olamiz. Keyin ezolamiz uni. Kartoshkamiz qaynaguncha sirimizni to'g'rab turamiz. Bizga mana shuncha ham yetadi. Mana sirlarimizni ozginasini to'g'rab qo'ydik. Kartoshkamiz pishibdimi, pishmabdimi ko'ramiz. Endi kartoshkamizni suzib olamiz. Kartoshkamizni suzib oldik. Bunisi hidi zo'r chiqdi. Endi kartoshkamizni ochib olamiz. Mana archa bo'ldik. Endi buni ezib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Mana un qo'shib olamiz. Endi tuz qo'shamiz. Endi aralashtirib olamiz. Mana ham aralashtirib oldik. Endi dumaloqchalar olamiz. Endi sillarni arasiga tiqib chiqamiz.